Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Din ve Hayat namlı sohbet programımızın növbətdəki bölümündə qiyinchilikni fursatga aylantirish haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Ubul Qosim Ahmadi, programmamizning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu nayet yaxshi bir mavzu, qiyinchilikni fursatga aylantirish yoki kulfatni fursatga aylantirish. Endi biz öyle zag'ir tili bilan desak, g'urudin halva yasash yoki achchiq limondan sharbat yasash, shakar quyib degandek hamda nurg'un insonlar o'xshash emas hamda. Ba'zi insonlar va insanlar umuman to'pqa o'xshaydi ekan, to'pqa. To'pning ichida ba'zi bir to'pli bor, yoki shunda tagsa shu qattiq kuchlanib osmonga o'rlayotgan. Ba'zi bir to'pli bor, yoki tagsa chaplashib qoldigan. Birisi yeliyotir, birisi yili yo'q to'pda hamda. Ba'zi insonlar shunday ekan. Ba'zi insonlar ayda qiyinchilikqa uchrasa, jafo cheksa, tusalgıga uçursa, teximi küşünüp ketip, muşu ötküldün qandaq ütüşninki nurgun yollarını tepip, teximi iradesi küşünüp ketitken. Bazı insanlar aşı aran toğandikin, aşı yili yok toptak, qandaq bir tusalgı olsun, qandaq bir qiyinchilik olsun, beşi qandaq bir külpet gelsin, toxtablı qaldı eken, yetipli qaldı eken, tügüşipli ketitiken. Şu insan topqa o'xshaydi eken. Ama biz aşı yili küşlü bo'lgan qattiq top bo'lishimiz kerakkan hamda. Endi bu külpetni yoki shunday qiyinchilikni fursatga aylantirish endi nayte yaxshi bir ishkan endi. Bu bizningki burunqi bunday mayli musulmonlardan bo'lsin, musulmon emaslardan bo'lsin, anda mashhurlarningki tarixini o'qiyotgan bo'lsam, ashularningki ayda mashhur bo'lishi, ayda dunyoda bir ijodlarni o'tirg'i chiqara olishi, cho'ng ishlarni o'tirg'i chiqara olishi nurg'un qiyinchiliklar bilan chiqqan gap ekan. Demak, endi hech qanday yerda g'alaba yumshoq ko'pining ustida emas ekan. Attikallik, qattiq, tashliq yerdi ekan. Shunday ekan hamda. Biz mushu o'ylaydigan bo'lsak, Abu Hanifani o'ylayli, ashu turmada qamchiyap, ashunda qilib, ashu irodasida ching turib, qiyinchilik, zo'rlik, kulfat bo'lgan sir irodasi kuchayib, keyin Hanafi mazhabining imomi bo'ladi. Imom Ahmad ibn Hanbalmo ashu Qur'onni maxluq demayman deb turmada ashunda azoblanib, keyin ahli sunna vel jamoaning imomiga aylanadi. Imom Ibn Asir deydi. Ibn Asir o'zi palechgan bo'lmasa, şu adam muşu bir cismani bir meyiplikni şununla to'xtab qolib, muşu cismani meyiplikni men nimetga aylandırman deb shunda tirishib nurg'un kitob yozgan ekan. Masalan, uning Jamiul Usul deydi, Nahoiy deydi, nurg'un kitoblar. Uningdan boshqa, ya'ni ayda cho'nglarning, kattalarning tarixini ayda izlab kelsak, hammasining ostida qiyinchilik bor. Qiyinchilik bilan o'tirib chiqqan. Qiyinchilik irodani tovlaydi. Qiyinchilik insonlarni tovlab, insonlarni yetishtirgan. Xudayliqa oltinni o'tqa silib nima qilgandan keyin, ko'ydagandan keyin shu oltin tovlanib chiqadi ekan qo'yna. Shunga o'xshash insonmi ayda tovlanib, qiynalib, tovlanib chiqadigan gap ekan. Demak, aqlli bir mu'min musulmon ko'ngilsizliklar, qiyinchiliklar bunday yetgan vaqtida buni energiya, o'zi kuchasizlik qilish kerak. Afsus, endi hozir shunda bizning beshimizga har xil kunlarning kelishi bilan nurg'unlagan atrofimizdagi kishilarningki tugishib ketayotganligini, ro'y tushkunlik, umidsizlik misiga qulab ketganlik ro'yatimiz. Asli bunda narsa qaytadan uning o'rnidan qo'pishiga, dast turishiga turtki bo'lish kerak, irodasini tavlash kerak. To'g'ri, shu balki bizga berilgan bir fursat bo'lishi mumkin mushuk qiyinchiliklar. Biz Uyg'urlarning beshiga kelgan hozir mush ig'ir vaziyat, balki uyqungni och, o'rningdan tur, aslingni top, o'rningdan tur deb bizni bir ogohlantirish uchun aydaga Alloh taolaning kelgan bir signal bo'lishi mumkin bu hamda. Tarixda nurg'unlagan payg'ambarlar, solih, yaxshi mu'minlar ashularning beshiga her xil ig'irlik kunlarni kelgandan keyin o ko'zlagan nishonga aytganligi zikr qilindi. Shunga Qur'oni Karimda fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Oyatning ma'nosi mushaqqatdan keyin o'ng'aylik, osonlik keladi. Bu vaqtda shu qarindoshlarimizga, yoshlarimizga shu irodasi, mushunda irodasini kuchaytirish, bo'shib ketmaslik, umidvor bo'lish,
Muşunda har bir xafalıqni, musibatlarni bir yaxshilikninki fursat aylantirishga bo'lgan tushunchalar, tavsiyalarini taqdim qilgan bo'lsa. To'g'ri, endi mushu har qanday qiyinchilikni, mening beshimga mushu qiyinchilik mushu to'salg'i keldi, to'xtabdi, men mushuni men bir fursatga aylantiray, bir ne'matga aylantiray deb ayda tirishsak qilg'il bo'ldi ekan. Endi biz buni misol keltirishdan burun bizning ashi eng butun insoniyatga ulgu bütün insaniyetga ulgu bo'lgan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni misol keltirsak, masalan, Rasulullohning hayoti, Rasulullohga kelgan kulfat, qiyinchilik, mushu zo'rliq, mushu to'salg'uliq hech qanday bir insonning beshiga kelmaydigan. Kelgan bo'lsa, uning hammasi kelmaydigan-da. Masalan, o'ylab boqaylik, Rasululloh dunyoga kelishdan burun dadisidan ayrilib qoldi. Bir 7 yosh kelgandan keyin onasidan ayrilib qoldi. Undan keyin bir bovisi bo'tdi, uni yaxshi boqadigan. Bovisidan ayrilib qoldi. Keyin tag'isi, nayti kuyimchan bir tag'isi bo'tdi, tag'isimi tugab ketdi. Xadija radhiyallohu anha ayoli nayti vafodor da'vatni birinchi bulab ashi billa boshlab ayda qilgan ayoli umid tugab ketdi. Chunki bu din 4 kishi bilan boshlangandi. Rasululloh, Ali radhiyallohu anhu tag'isining o'g'li, bir ayoli Xadija radhiyallohu anha, biri nima? Abu Bakr radhiyallohu anhu. 4 kishi bilan boshlangan endi. Ay Rasulullahning beşiqi kelgan mushri qiyinchilik bir uning ustiga bu mushriklarning zulmi, hatto namoz o'qib tursa ashida nimeniki ashu 3 oy qarilini akib qilib qo'yganligi. Demak, mushu zulmning hammasini Rasululloh bo'shab ketmay, texmi kuchlanib ketgan gapda, texmi kuchun har bir musibatni ne'matga aylantirib mangan. Toyibga chiqqan vaqtida tosh etib ayda nima qildi? Unga kirib Makkaga kirib burunqidan bakroq da'vat ishlarini qila oldi. Undan keyin Rasululloh eng suyumli bo'lgan vatandan ayrildi. Vatandan ayrilish deganda biz vatandan ayrilganlar endi bilyotdi kishilar. Biz 30 yilning yanqisi bilamiz hamda. Qandaq mushu vatansizlikniki qandaq eg'irligini. Bu Qur'on Karimdami o'lim bilan billa qo'ydamdi, masalan, bulanchilarni yoki o'ltirish yoki palash deganga o'xshash. Bu o'lim jazosiga o'xshash bir jazo bo'lma. Rasululloh vatandan ayrildi. Hamma narsadan ayrildi. Madinaga borgandan keyin yana aşağıda farzandlardan 7 farzandiniki 4 qiz, 3 o'g'il, shu bir Fatima radhiyallohu anhadan boshqa hammasidan ayrildi. Demak, insoniyatning beshiga kelgan qiyinchilik, to'sqinlik, jafoning hammasi keldi, ammo Rasululloh shunday kuchlanib ketdi-da, har birini ne'matga aylantirdi. Shunday qilib Rasululloh 23 yilda, ya'ni charak asrga yetmaydigan bir vaqtda o'sha Arab yarim orolida islom bayrog'ini aşağı tiklidi, umumlashtirdi. Rasulullahdan keyin sahobalar Rasulullahning yo'lini davomlashtirib, shu chaqdagi dunyoning eng cho'ng ikki imperatori biri Ironliklar va Rimliklarni yengib, İslam'nınki da'vatining yo'lini ochdi. Shuning bilan bu da'vat ashi bizning vatanimizgacha bordi, yetib bordi hamda. Ayda qildi. Rasululloh har bir qiyinchilikda shu o'zi shunda Allohning yordam bergan, shunda %100 ishinatdi, boshqalarga shunda va'dani berib ayda nima qilganda, hatto shu Xandak qo'layotgan vaqtida havo noyati suvoq, qo'soq och ularningki, ichkirdan bu yahudilarningki xirisi sirtdan 10 ming kishilik ashu nimeniki Makka va G'atafon qabilalariga birlashib Makkaga ayda hujum qilib kelgan vaqtida Xandak qo'lib o'tib, sizlarga men hozir nimani ko'ryapman, ashu Kisroninki ashu nima taxtlarini ashuni ko'ryapman, ashu bizning bo'ldi shu, ashuni bo'ysundiramiz deganda sahobalar shu chaqda iymoni kuchli sahobalar Rasulullohninki ashu nimasiga va'dasiga ishinib texnik kuchlanib ketgan. Ba'zi munofiqlar degan Yüzümüzün qo'ramayotganda, hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu chaqda bu Rasululloh shunda deylar, bu tualetga salomat qo'rqmay berib kelmayotsa qanday bo'ldi degan bo'ldi. Ya'ni bir kuni Rasululloh summa la tusaluna alin yawma izin anin na'im degan oyatni o'qib, sizlar mushu ne'matni so'ralisizlar deganda Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu turib hamda nayt katta iymon kuchli sahaba hamda turib, ya Rasululloh, biz qaysi ne'matni so'ralamiz? Bizning yavatqinimiz hozir mushu suv bilan xomut bo'lsa, qaysi ne'matni so'ramiz degan sayakun. Buningkin bo'ldi degan. Ya'ni demak, bu islom ummatining boy bo'lganligini, dunyoni so'raydiganligini, bunda qiyinchilik tumaydiganligini bilgan va shu va'da bergan. Suraqa ibn Malik qo'g'lab kelgan chaqda shuni nimani va'da qilgan ayna. Kisraninki oltin nimalari, jabduqlari sana beriladi deb. Keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vaqtida
Aşu nima fatih qilgan vaqtida Iran biridu masalan shuni. Demak, Rasulullahning shu vaqtida har bir musibat ayında qiyinchilikda bu her bir qiyinchilikni ne'matga aylantirib, g'alabaga, nusratga aylantirib, shu keladigan ne'matga, g'alabaga Alloh taolaning qalbiga 100% ishonganda, ammo bizmi shunga o'xshash Rasulullohning ummati bo'lgan ekan, Rasulullohga o'xshash bizmi shunday qilsak, masala yo'q endi buni. Bizning butun masalamiz bilmaslikda emas. Hozir tor dunyosida o'zir yo'q, bilmaydi degan bo'lmaydi. Hammadan biladi, hadisni biladi, Qur'onning ma'nosini biladi, ammo amal qilish yo'q. İşenci yok. Bizim işencimiz kamayıp gitti. Şu an imanımızı güçlendirsek, şu ölgümüz ve bizimki birden bir yetekçimiz Resulullah'a erişip, şu Resulullah'ınki besip ötken yollarını biz muşunda abdan okup bu Resulullah'ın tercüme halini muşunda zamanımızga tatbik kılıp aynı kıtkan bolsak biz doğru yolumuzun tepki etişimiz mümkün hemdi. İnşallah. Bir qiyinchilik, ko'ngilsizlik bir shaxsningki irodasini to'lg'ayadi, bir millatga beshig'i kelgan zulm, shunda xafaliklar, alamlar chuqur shu millatning irodasini to'lg'aydi. Albatta bunga ko'ra millatimiz mushunda vaqtlardami umidsizlanmay, chuqur Allohning o'zininki umidvor bo'lib tirishsa, Alloh taolo chiqish yo'li beradi, osonlik beradi degan mezmun çıktı bu gapda. Elbette fırsat deb bilsek bu qiyinchilikni bizning uyg'onishimiz uchun, kuchlanishimiz uchun, tek qad ko'tarishimiz uchun bizga berilgan bir fursat bo'lishi mumkin deb tushunsak. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib kirpagim uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qaytib tushirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.